Oh, bir oynangizni artib beray. Yo'q, aka, atib o'tirmang, kerak emas. Hammasi normal turibdi, aka. Yo'q, aka, muammosi yo'q, aka. Men hali yaxshi ko'rganimda. Ko'zimga qarasam bir issiqqina ko'rindingiz, bir istaraligina yigit ekansiz, aka. Shunga artyapman. Bo'lmasa men unaqa pul dardida emasman, aka. Pul Yo'q, dardida aka, emas. shart emas-da, shuni artishda o'zi poza-ku, ko'rib turibsiz-ku. Aql odam borki, kelaman odamlar oldiga bunday qarayman, haligi oynasini artishni boshlagan paytda bunday qilib qoladi. Bunday qilib qoladi. Xuddi pul qildirganda. Qishtayda puling borku, berishni xohlamasang yoki ayt. Nima qilib qolish nima keragi bor, aka? Nima keragi bor? Lekin pul dardida emasman. Men shunchaki yaxshi ko'rdim, aka, sizni qandaydir. Shunga artib beryapman, aka, oynalaringizda. Lekin borda shunaqa odamlar. Nima deysiz ularga? Nima deysiz? Qishtayda pulni shuni chiqarib, "Men uka, mehnatingga deb berish qiyinmi, aka? Qiyinmi?" Yo'q, qiyin emas. Lekin sizdan pul olmayman, aka. Rostdan pul olmayman sizdan. Shunchaki yaxshi ko'rdim, aka, sizda. Xullas, shunaqa past odamlar ham bor, aka. Ikkitasidan 5000 chiqmaydigan past odamlar ham bor. Aka, shu o'qiymi? Yo'q, men olmayman. Rostdan aytyapman. Xohlasangiz pulingiz ustiga pul qo'shib beray, lekin sizdan olmayman, aka. Rostdan. Yo'q, aka, yo'q, bilaman-da, buni oling buni. Rozimisiz? Aka, roziman. Rostdan. Ha, roziman. Bo'ldi, aka. Qarang, men yaxshi odamligingizni shu yerdan bildim-da, akajonim. Qarang, mana shunaqa bir dalbob odamlar bor. Mana mehnat qilasan, lekin pulingni bermaydi onasini o'zi. Nima bu ahvol? Nima degan gap bor? Marketingmiki, ha? Onasi deyapsan.